Shu xatoni qilganingiz uchun sizda hech qachon keksiz o'xshab chiqmaydi. Qaysi xatoga yo'l qo'yganingizni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Men hamma narsani naglas qilaman deydiganlarning e'tiboriga. Masalliqlarni grammida xato ketadigan bo'lsa, sizda hech qaysi shirinligingiz o'xshab chiqmaydi. 3 dona tuxum, 250 gram shakarni solib, venchik yordamida aralashtirib olamiz. Uni ketidan yarim piyola o'simlik yog'ini solib, uni ham birgalikda aralashtirib olamiz. 2 piyola qatiqqa yarim choy qoshiqda chayni suvda solamiz. Uni ham solib aralashtirib olamiz venchik yordamida. Shu joyiga ahamiyat beringlar. 3 piyola unni o'rniga 2 piyola solganman. Keksimizni xamiri suyuq bo'lib qoldi. Nimagaki men bitta piyola un kam solganman. Masalliqlarning grammida xato ketgani uchun duxovkada zo'r ko'tarilib pishgan keksim bu yoqqa chiqqandan keyin, sovigandan keyin o'zini balandligini yo'qotib qo'ydi. Va men buni sizlarga ham manfaatli bo'lsin deb video qilib qo'yishga qaror qildim. Chunki ko'p bora eshitganman, menda hamma shirinliklarim o'xshab chiqadi, faqat keksim o'xshamaydi deganlarni. Meni qilgan xatoyim kimgadir foydasi tegsa, men bundan xursand bo'laman. Mana bu ikkinchi variant keksim, quyuqqina xamir qilganman. Bunga 3 ta piyola un solingan. Mana 30 daqiqalarda pishib chiqadi. Duxovkani harorati 220 darajada bo'lsa bo'ladi. Shunaqa cho'p yordamida tekshirib olasizlar. Keyin mana olasizlar. Sovimasdan ag'darganman, lekin o'zini balandligini yo'qotmagan. O'zi ham, ranglari ham juda ham chiroyli chiqdi. Ichlariga o'zim xohlagan narsamni solganman. Sizlar ham o'zingizlarga yoqadigan shirinlikmi, varenyami, mevami solsanglar bo'ladi. Shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Inshaalloh o'xshab chiqadi. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Joningiz sog' bo'lsin.